niyat qilgan obunachimizga kamida shunaqa uylarda yashashni nasib qilsin deganlar laykchani qizartirib qo'yinglar. Boshidan Bektemir tumaniga kelganmiz. Vodnik 4-etajda joylashgan 2 xonali kvartiramiz. Kvadraturasi 40 kvadrat tashkil qilyapti. Narxini oldindan aytib o'tib ketaman. Sizlar uchun faqat laykchani faqat qizartirib qo'yinglar. Narxi 45 ming dollar. Ozgina kelishtiriladigan joyi bor. Ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxonamiz bor-da, kuxonniy mebellarda joyida qoladi deyaptilar. Qaranglar, duxkontenniy katyolardan qo'yib qo'yishgan. Tashqari qaragan o'zini chiroyli qilib oyna, pardalarni ham qo'yib qo'yishgan ekan. Xonadonimizga umuman rasxod qilmaysizlar. Umuman rasxod qilmaysizlar. Kelasizlar, kiyim-kechak olib kelasizlar, kelib yashayverasizlar. Xo'p. Общий sanuzlimiz bor-da. Vannalari bilan o'zini. Bu yo'ligimiz bor-da, asosiy kir-urish eshigimiz bu yoqda joylashgan. Mehmonlar kutadigan zalimizni endi bitta ko'ringlar. Qanaqa chiqqan, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni, xolisona fikringizni qoldirib ketaverasizlar. Konditsionerni qo'yib qo'yishgan, qaranglar, bu joyda qoladi deyaptilar. Ota-onamiz uchun mo'ljallangan yoki yosh kelin-kuylarimiz uchun mo'ljallangan spalnyamiz bor-da. Remontlari yaxshi, zo'r, a'lo darajada turibdi. Pastda faqat egalar nomerini yozib qo'yamiz. Egalar bilan o'zingizlar chiroyli baraka qilaverasizlar. Lokatsiya faqat Telegram kanalimizda bo'lyapti. Narxini aytdim, aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilaverasizlar. Like, podpiska esingizlardan chiqmasin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.